Zazimleniya o'zi nimaga kerak? Ilgari zazimleniyasiz ham uylarni montaj qilishgan-ku. Shart bo'lganda hamki, qanaqa shart? Bundoq montajdan bo'shagan paytlaringda ozgina kitob ham o'qib turgin. Ha mayli, gapirib beraman, faqat yaxshilab eshit. Birinchidan, zazimleniya bilan uzoq to'laqonli himoya funksiyasini bajara oladi. Ikkinchidan, qisqa tutashuv va impuls kuchlanish, impuls перенапряжения deydi. O'sha vaqtda zazimleniyaning ahamiyati juda ham katta. Keyingisi yashin urganda zazimleniya eng katta ahamiyatga ega bo'lgan vositalardan bittasi. Keyin xolodilnik yoki kirayotgan mashinaga qo'lingni tegizganingda charj etib tok uradi-yu, ana o'sha statik toklar bo'ladi. Shu statik toklarning hammasini o'ziga tortib ketadigan ham zazimleniya bo'ladi. Qara qancha katta ahamiyatga ega. Bu zazimleniya, ya'ni yerlashish haqidagi umumiy boshlang'ich tushuncha edi. Keyingi videolarda zazimleniyaning ulanish turlari, amaliyotda qanaqa qo'llaniladi va uni hisobi haqida videolar qilamiz. Qiziqish bildirganinglarni bilish uchun kommentariyda plus belgisini qoldiringlar va yanada qiziqarli videolar chiqarishga harakat qilaman.